Bugun sochlarimga nima uxotlar qilib, mana shunaqa объемli ukladka qilishimni ko'rsatib beraman. Sochlarim juda ham qalin, yaqindan men Trichap mahsulotlarini ishlatishni boshladim. Tashqari sochlarim quruq bo'lganligi uchun mana shu shampunni ham ishlatib ko'rdim. Trichapda men maskasini ham ishlatib ko'rdim. Hidi просто bom. Sochinglardan aromatli hid kelib turadi. Uchinchisi mana shu maslasidan ham ishlataman. Meni sochimga tusharmikan deb o'ylab o'tirmanglar, chunki bu firmaning o'zini probniklari bor. Bemalol ishlatib, keyin zakaz qilsanglar bo'ladi. Sochlarimni yuvib chiqqandan keyin mana shu maslasidan ishlataman. Bu narsa ham termozashitani ham funksiyasini bajarar ekan. Sochinglar sinish va kuyishni oldini oladi. Keyin uni surkab, yaxshilab sochlarimizni quritib olamiz. Sochlarim qurib bo'lgandan keyin sochimda shunaqa gufbullab aromatli hid kelib turadi. Endi ukladkamga keladigan bo'lsak, sochimni tagigacha shunaqa qayirib, tepagacha tortib olaman dazmolda. Где-то 5-6 sekund ushlab turaman, undan ko'p emas. Keyin dazmolda sekin olib, uni nevizimka bilan yoki zakolka bilan qistirib qo'yish kerak, elagi ko'p turib berishi uchun. Sochlarimni shunaqa holatga keltirib, где-то yarim soatcha kutaman. Bo'la mana sizlarga Dyson'siz shunaqa объемli lokonlarni ham chiqarsa bo'ladi.